Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Dawud va Tirmiziyning rivoyati kelgan hadisda aytadiki, bu hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Aytadiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Idza kharaja ar-rajulu min baytihi faqal bismillah." Agarda kishi uyidan chiqadigan bo'lsa va aytadigan bo'lsa, Bismillah, Allohning nomi ila. Tavakkaltu alalloh, Allohga tavakkul qildim. La havla va la quvvata illa billah. Allohdan o'zga hech qanday kuch va qudrat, qo'rquv yo'qdir. Qol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, yuqalu hina idin hudita va kufita va uqit. Ana shu paytda unga aytiladi: hidoyat etilding. Hidoyat etilding, to'g'ri yo'lga yo'llanding va kifoyalanding, ya'ni Allohning zimmasiga o'tding, saqlanding, har xil yomonliklardan saqlanding. Alloh o'z zimmasiga olib qo'yapti ana shu bandani. Faytanah anhu shayton, shunda shayton undan chetlanadi ana shu kundan. Ana shu ongdan boshlab uyingizdan chiqdingiz, mana shu zikrni o'qidingiz, shayton sizdan chetlanadi batamom. Fayaqulu shaytonun akhar kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi. Va bir shayton kelib turib, shaytondan chetlanib turib, boshqa bir shaytonga borib turib, bo'ldi, unga aralashmay qo'yinglar deb turib aytadi. Hidoyat etilgan va kifoyalangan va saqlangan odamga qanday ham sen yo'l topasan-a? Bo'ldi, bu bilan ovormay qo'yaver deydi. Bu biz bo'ldi, bugun bizdan omonda bu deb turib, shayton ikkinchi shaytonga borib turib aytib ketib yuboradi. Ana shu kunda u hidoyatlangan va kifoyalangan, Allohning zimmasida yuradi va saqlangan. Chunki u Allohning nomi ila zikr qilib va unga tavakkul qilib u uydan chiqdi. Mana bu hadisga hozir qaysi birimiz qay darajada amal qilyapmiz? Bu ham unutilgan sunnatlardan desa ham bo'laveradi.